Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 8-O'zbekiston tarixi darsining 6-mavzusi Abdulla Xon II davrida Buxoro xonligining yuksalishi mavzusi bilan tanishib o'tamiz. Biz oldingi darsimizda, ya'ni 5-mavzuda Abdulla Xon IIning hokimiyat uchun kurashga kirganligi, olib borgan janglar haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lgan edik. Endi aynan ushbu shaxs Navro'z Ahmadxon vafotidan so'ng hokimiyatga kirish masalasidan batafsil tanishamiz. Xo'p, Abdullaxon II o'zi kim? Ushbu shaxs 1534-1598-yillarda yashagan Shaybonlar sulolasining vakili Iskandar sultonning o'g'li bo'lgan. Ushbu shaxsning shajarasi qanday bo'ladi? Ushbu shaxs Abulxayrxonning o'g'li Xo'ja Mahmud sulton, Xo'ja Mahmud sultonning o'g'li Jonibek sulton, Jonibek sultonning o'g'li Iskandar sulton va undan keyin Abdullaxon II bo'lgan. Bu Abdullaxon IIning qisqacha shajarasi edi. Iskandarxon xonadonida Buxoro yaqinidagi Jo'ybor qishlog'ida istiqomat qiluvchi g'oyat katta nufuzga ega bo'lgan Shayx Muhammad Islom ixlosi juda baland edi. Aynan ushbu shaxsning qo'llab-quvvatlovi bilan Abdullaxon II hokimiyatga keldi. Muhammad Islom va uning o'g'li Abu Bakr Sadlar aynan ushbu hukmdor davrda Shayxul Islom lavozimida faoliyat yuritganligini ko'rishimiz mumkin. Abdullaxon II Navro'z Ahmadxon vafotidan so'ng Karmana va Shahrsabzo o'z hukmronligini tiklab olgan. Keyinchalik u Buxoroda taxtni egallagandan so'ng tez orada markaziy hokimiyatga bo'ysunishni istamagan Samarqand, Toshkent, Sayram, Turkiston, Farg'ona hududlarini qilich kuchi bilan bo'ysundirishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Shaybonlarda bir odat bordiki, yoshi ulug' shaxs taxtda o'tirishi kerak edi. Shuning uchun ham Abdullaxon II dastlab amakisi Pir Muhammad Ini, keyin esa otasi Iskandarxonni taxtga ko'tardi. Otasi 1583-yilda vafot etgandan so'ng Abdullaxon II rasman xon deb e'tirof etila boshlandi. U Moronnaharda to'la o'z hukmronligini o'rnatdi. Aynan Shaybonlar qo'ldan chiqib ketgan Balx, Maymana, Badaxshonda markaziy hokimiyatga qarshi kurashlar bo'ldi va u kurashlarni ham Abdullaxon II bostirishga muvaffaq bo'ldi. Safaviylarga qarshi kurashlarni ham mukammal ravishda olib bordi va Xurosonning sharqiy qismini va undan tashqari Xorazmni ham Moronnahrga bo'ysundirishga muvaffaq bo'ldi. Hatto 16-asrda Rossiya manbalarida Velikaya Buxara, ya'ni Buyuk Buxoro iborasi qo'llana boshlanganligi aynan Abdullaxon II nomi bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Abdullaxon II mamlakatni birlashtirish jarayonida juda ko'p qarshiliklarga uchragan. Hatto o'z o'g'li ham otasi bilan taxt uchun kurash olib borganini ko'rishimiz mumkin. Ammo Abdulmo'min otasi belgilab bergan hudud Baxtda hukmronlik qilgan bo'lsa-da, viloyat hukmdori bo'lib xizmat qilgan bo'lsa-da, u faqatgina Abdullaxon II o'limidan so'ng 1598-yilda taxtga o'tirishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Abdulmo'min tez orada fitnachilar tomonidan o'ldirildi va hokimiyatda uchun kurash boshlanib ketdi. Abdullaxon IIning amakivachchasi Balx hokimi Pir Muhammad II taxtga keldi. Va tez orada Eron hukmdorlari ham Shoh Abbos Nishobur, Sabzavor, Mashhad, Hirot kabi shaharlarni Shaybonlar qo'ldan tortib oldi. Xorazm ham mustaqillikni e'lon qilib, ozodlikka erishdi. Pir Muhammad II ham Buxoroda bor yo'g'i 2 yilcha hukmronlik qildi. 1601-yilga kelganda aynan Samarqand hokim vazifasini bajarayotgan Boq Muhammadxon, asli Ashtarxonlar sulolasiga mansub shaxs, Pir Muhammad II o'limidan so'ng hokimiyatni egalladi va hokimiyatga yangi sulola, Ashtarxonlar sulolasi hokimiyatga keldi. Va biz shu bilan Abdullaxon IIning hokimiyatga kelishi, uning boshqaruvda amalga oshirgan ishlari, qanday qilib mamlakatni markazlashtirgani haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik va birato'la Shaybonlar hukmronligi yakunigacha bo'lgan tarix bilan ham tanishib oldik. Biz keyingi mavzularda Ashtarxonlar sulolasining hokimiyatga kelishi va ularning mamlakatni boshqaruvda amalga oshirgan tartiblari bilan batafsil tanishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.